Juda ham ko'p murojaat qilingan savol: farzanddagi genetik kasalliklarni oldindan aniqlash mumkinmi? Assalomu alaykum. Men Hamdam va Yo'qtixon Sirojizinovna, shifokor genetik. 8 yildan ortiq tibbiy genetika sohasida o'z faoliyatimni ko'rsataman. Demak, bugun sizlar bilan irsiy kasalliklarni farzandlarda oldindan aniqlash mumkinmi va uni oldini olish mumkinmi? Shu haqida gaplashamiz. Butun dunyo xalqaro genetiklar tavsiyasiga ko'ra genetik xavflarni oldindan aniqlash va oldindan tahlillar topshirish tavsiya beriladi. Ya'ni homiladorlikni, oilani rejalashtirishdan oldin shunday tahlillar bor. Aholi o'rtasida ko'p uchraydigan genetik tashuvchilikni aniqlash. Avvalambor oila qurishdan va homiladorlik yuzaga kelishidan oldin juftliklar genetik mutaxassis konsultatsiyasiga murojaat qilishadi. Genetik mutaxassis qanday tahlillar topshirish kerakligi va ularni qanday amalga oshirish kerakligi haqida ma'lumot beradi. Masalan, hozirgi kunda shu narsa statistikaga ko'ra isbotlangan, aholi o'rtasida ko'p uchraydigan tashuvchilikka doir kasalliklar mavjud. Masalan, spinal mushak atrofiyasi har 35 ta insondan bittasida, mukovistsidoz irsiy kasallik har 25 ta insondan bittasida aholi o'rtasida, populyatsiya o'rtasida tashuvchilik borligi isbotlangan. Undan tashqari eng ko'p uchraydigan tashuvchilikka bu tug'ma eshitmaslik ham kiradi. Aynan butun dunyo xalqaro tavsiyalarida mana shu ko'p uchraydigan genlarga, tashuvchilikka analizlar, tahlillar o'tkazib, xavfni oldindan aniqlash mumkin. Agar tahlillar natijasiga ko'ra erkak ham, ayol ham bir xil gen tashuvchisi bo'lsa, bunday holatda sog'lom farzand rejalashtirish bo'yicha tavsiyalarni oldindan berish mumkin va xavfni oldindan aniqlay olish mumkin. Undan tashqari barcha juftliklarga shajarasidan, millatidan qat'iy nazar, agar oila qurmoqchi bo'lsa yoki farzand rejalashtirmoqchi bo'lsa, xromosom analiz, ya'ni karyotiplash analizi tavsiya beriladi. Bu mana shu ko'p holatlarda uchraydigan homila yo'qotilishi, homila tushib qolishi, homilada nuqsonlar bo'lishi sabablarini oldindan aniqlay olish va profilaktika, ya'ni ularni oldini olish imkoniyatini beruvchi tahlil hisoblanadi. Albatta, har qanday oila qurmoqchi bo'lgan yoki farzand rejalashtirayotgan juftliklarga karyotiplash analizi tavsiya beriladi. Undan tashqari, sog'lom ota-ona bu sog'lom farzand. Epigenetika tushunchasi bor, ya'ni tashqi muhit omillari, bizning hayot tarzimiz ham ma'lum bir darajada homilaga, farzandlarga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham sog'lom turmush tarziga rioya qilish, homiladorlikka erta tayyorgarlik, organizmdagi defitsitlar, yetishmovchiliklarni to'ldirish, sog'lom hayot kechirish bu sog'lom farzand ko'rish garovi hisoblanadi. Bizni kuzatishda davom eting, savollaringizni izohda qoldirishingiz mumkin.